Assalomu alaykum hammaga. Hozir men sizlarga Lego terminaldagi konteynerlarning holati va narxi bilan tanishtirib chiqaman. Bu ko'rib turgan konteyneringlar 12 metrlik konteyner, 290 lik. Buni ham holati o'rta, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Narxi $1550. Bu baraka bo'lgan konteyner. Bu 290 lik. Endi 290 lik holati yaxshisini ko'rsatamiz. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Eshik ochuvligi uchun ozgina chang bo'lib ketgan $1800 kelishadigan joyi bor buni. Yancha eshigini yaxshilab yopish kerak edi. Endi sizlarga 12 metrlik 260 likni ko'rsatamiz. Bu konteynerimiz ham 12 metrlik, 260 bo'yli, holati o'rta hol. $1460. Ozgina kelishadigan joyi bor. Holatini ko'ryapsizlar, a'lo darajada. Bu konteynerimiz ham 12 metrlik, 260, holati yaxshi. $1470. Buni ham kelishadigan joyi bor. Hop, endi 6 metrlik o'tamiz. Bu 6 metrlik konteyner. Arzon variantidan so'raganlar uchun $670. Buni ham kelishadigan joyi bor. 6 metrlikni ideal holatligini so'raganlar uchun yengisi 290 ni. Hop, keling. Bunimizning narxi $1800. Buni ham kelishadigan joyi bor. Bu yangi ideal. Xitoydan to'g'ri kelgan. Hop. Mana bu konteyner ham holati yaxshi, yomon emas. Buni ham ko'rsanglar bo'ladi. Bu $720 konteynerimiz narxi, kelishadigan joyi bor. Lego terminalda assortimentimiz juda katta. Bemalol kelib o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Xohlagan konteyneringlarni любойni ko'rsatib, o'zingizlarga mos keladigan konteynerni topib beramiz. Keyingi qatorga o'tdik. Bu qatordagi konteynerlarning narx-navosi bilan tanishtiramiz. Bu konteynerimiz 290 25. Buni narxi $880, kelishadigan joyi bor. Hop. Bu ham 20 talik 260. Voy, tapcham qolib ketdi. Bu ham $720, kelishadigan joyi bor. Bu yoq tarafda mana 290 lik. Holat yaxshisidan. Ana chelaklari bilan. Bu $900 ozgina o'tib beradigan joyi bor. Yana qanaqasini ko'rsatamiz? 14 metrlik tepada ekan. 14 metrliklarimizning narxi $1850 dan boshlanadi. Buni ham ozgina kelishadigan joyi bor, holatiga qarab. Buni ham holati yaxshi. Bu ham $900, kelishadigan joyi bor. Mana bu yerda 45 talikni ko'rsatamiz. Keling, 40 talikni. Buni narxi $1550 bo'ladigan narx. Bo'ldi, qolgan hammasi o'sha 6 metrlik ko'rganinglar. O'sha aytilganda ba'ziga kelsanglar o'zingizlarga любой ma'qul kelganini kelishtirib chiroyli narxlarda hamma hujjatlari bilan qilib beramiz. Domiklarga keladigan bo'lsak, domiklar har xil holatiga qarab deganda o'zingiz qanaqa turdagi domikka ofisni xohlasangiz, o'zingiz ehtiyojingizga kelib chiqqan holda, ya'ni bitta rom yoki ikkita rom, bitta eshik, konditsioner uchun joylar
hammasini hisoblab chiqqanimizdan keyin narx chiqadi, lekin hozirgi standart narx-navo $1750 boshlanyapti domiklarning narxi. O'shanga qarab, o'zingiz ehtiyojingizga qarab konteynerni, ya'ni domikning narx-navosi oshib ketaveradi. 12 metrlik narxi $3000 dan sal tepa chiqadi. U ham o'zingizni ehtiyojingizdan kelib chiqqan holda narx-navosi oshib boraveradi.